Bugun futbol olamida katta savol yangramoqda. Abduqodir Husonov Real Madridga o'tadimi? O'zbekistonlik yosh himoyachi Abduqodir Husonov so'nggi mavsumlarda o'zini Yevropa maydonlarida ko'rsatishga muvaffaq bo'ldi. Uning sovuqqonligi, tezligi va jismoniy kuchi ko'plab top klublarning e'tiborini tortmoqda. Ayniqsa Ispaniyaning giganti Real Madrid himoyani yoshartirish ustida ishlayotgani haqida mishmishlar bor. Klub doim iste'dodli yoshlarni tanlab, ulardan yulduz yasashni yaxshi ko'radi. Husonov esa aynan shunday loyiha uchun mos futbolchi. U havodagi kuraslarda kuchli, top bilan ishonchli harakat qiladi va katta o'yinlarda bosimni his qilmaydi. Savol shuki, u darhol asosiy tarkib uchun olinadimi yoki kelajak loyihasi sifatida? Agar bu transfer amalga oshsa, bu nafaqat futbolchining, balki butun o'zbek futbolining tarixiy qadami bo'ladi. Tasavvur qiling, Santiago Bernabeuda o'zbek himoyachisi. Bu mishmishmi yoki yaqinlashayotgan haqiqat? Vaqt hammasini ko'rsatadi.